Men Iskandarova Iroda Rustamova, Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali bolalar kasalliklari profilaktikasi kafedrasi mudiri, PhD, dotsentman. Ko'p yillardan beri Abu Ali ibn Sino jamoat salomatligini saqlash texnikumida yakuniy davlat attestatsiyalarida qatnashib kelmoqdamiz. Hamkorlik aloqalarini o'tkazamiz. Ilmiy, amaliy, tashkiliy konferensiyalarda ishtirok etib kelmoqdamiz. Bugungi yakuniy davlat imtihonida hamma xonalar tayyor, o'quv jihozlari tayyor. Talabalarimizga muvaffaqiyatlar, ishlarga omadlar tilaymiz. Men Allobergan muqaddas Baxtiyorma, Urganch shahar 3-sanoyli poliklinikasida bosh hemshira bo'lib ishlayman. Bugun davlat imtihonining amaliyot jarayonidamiz. Hozir amaliyot jarayonida mana talabalar kelmoqdalar. Talabalarning hammasi bayramona kayfiyatda. O'ylaymizki, hozir hamma talabalarimiz aniq va ravshan javob berib, o'z yo'llarini kelajakda topib, mana shu bizlarni davolash profilaktika muassasalarida inson salomatliklarini saqlash uchun harakat qiladilar. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli yoshlar. Mana siz shuna 3 yil davomida bilim, ko'nikma, malakaga ega bo'lgan holda shunday bir ajoyib kunlar yashagansizlar. Bu hamma uchun ham sharafli, hammamiz uchun ham bir o'zgacha bir kun desak ham adashmay bo'laman. Chunki siz kelgusida jamiyatda o'z o'rningizni topishingiz uchun ham olgan bilimlaringizni jamiyatda fuqarolarimizga qo'llashingizda, insonlarni sog'liqni saqlash maqsadida ularni himoya qilishingizda, ularga birinchi tez tibbiy yordamlarni ko'rsatishlaringizdan siz aziz o'quvchilarimizni bugungi ko'nikmalarda topshiradigan bilimlaringizni haqiqiy bir izohi bo'ladigan kun hisoblanadi. Hammalaringizga bugungi imtihonlarda a'lo baho topshirishlaringizni tilakdoshimiz, barcha ustozlarimiz tomonidan sizlarga hamisha omad, sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, hamisha ishlaringizda rivoj va albatta martabangiz ulug' bo'lishini tilab qolaman. Omad tilayman. Hurmatli talabalar, sizlar 3 yil olgan bilim ko'nikmalaringizni bugun ishonch bilan hammasini ko'rsatib, bizlar berasizlar degan umiddaman. Haqiqatan ham mana biza yana praktika o'tib turibdilar, bular amaliyot o'tib turibdilar. Bizlar poliklinikamizda o'ta shijoatli, o'ta chopqon qizlar, o'ta talabchan qizlar. Shuning uchun sizlarga shu imtihonlardan o'tib, jamiyatda o'z o'rningizni topishdan men tilakdoshman. Ammo sog' salomat bo'linglar. O'ynab, kulib, hammangiz xalqimiz uchun xizmat ko'rsatadigan aziz hamshiralar bo'lib yetishinglar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar, bitiruvchilar. Mana shunday chiroyli, yaxshi dargohda o'qiganlaringizdan sizlar so'nishlaringiz kerak. Bizlar mana shu med kollejini bitiruvchisimiz, lekin biz 30 yillarda bitirganmiz. Bitirib mana shunday yaxshi yerda ishladik, shu ustozlarning ta'limini oldik, bizani o'qitdilar. Bizlar shu aqlli ko'rsatdilar, hayotdan ham ta'lim berdilar. Hammangizga kelgusida ishlaringizga omad tilayman. Hurmatli talabalar, mana sizlar uchun attestatsiya, ya'ni o'quv amaliyoti bo'yicha davlat imtihonini topshirmoqdasizlar va oldindan barcha hujjatlar tayyorlanib rasmiylashtirilgan. Amaliyotdagi ko'nikmalarning savollari Professional ta'limni rivojlantirish instituti tomonidan tasdiqlanib taqdim etilgan va tayyorlangan. Hozir mana shu konvert sizni guruhingiz har bir talaba uchun tayyorlangan. Konvertni ochamiz. Hammangiz texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirildingiz va imzolandingiz. Bemalol jarayonni boshlash imkoniyatimiz mavjud. Hozir har bir talaba bilet oladi va o'zlariga berilgan varaqalarni olib, tegishli joylarga o'tirib tayyorlanish uchun 20 daqiqa vaqt ajratiladi. Marhamat.
o'zlaringizga ajratilgan vaqtdan unumli foydalangan holda amaliy ko'nikmalarga javob beramiz va jarayondagi model va mulyajlardan foydalanib Davlat attestatsiyasi komissiyasi a'zolariga bemalol bilimlaringizni taqdim qilishingiz mumkin. İmza boyasına da çifte rakamını yazıp savun cevap savun cevap. Mushak orasiga birinchi savol, mushak orasiga inyeksiya qilish texnikasi. Avvalo kerakli bo'lgan anjomlarni tayyorlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi spirit perchakli inyeksiya uchun dori vositasi, spirit, shpris, paxta, tampon kerak bo'ladi. Bizga kerakli asbob anjomlarimizni tayyorlab oldik. Keyin jarayonga kirishamiz. Yurib olamiz. Spit bilan zararsizlantirib olamiz. Keyin shu to'rtta bo'lingan vaqtda yuqori qismini, yuqori chetki qismini obrobotka qilib tozalab olamiz. Keyin shu sohani o'zini yana tozalaymiz. Keyin tayyorlab qo'ygan dori vositamizni 90 gradus burchak ostida vositasini sekin asta yuboramiz. Yuborib bo'lgandan keyin yana paxta sharchasini qo'yamiz. Bosib turgan holatda yakunlandi.
Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli yoshlar. Mana bugun siz bir ajoyib kunga yetib keldingizlar. 3 yil davomida shu dargohda olgan bilim, malaka ko'nikmalaringizni, amaliyotda olgan bilimlaringizni bugun mana imtihon tarzida topshirib, davlat imtihon topshirar ekansizlar. Barchalaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Chunki siz shu dargohda ustozlaringiz tomonidan olgan ma'naviy, ma'rifiy va shu bilan birga kasbiy ta'limga ega bo'lgan ekansizlar. Bugun men o'ylayman sizlar uchun juda chiroyli bir kun. O'ylaymanki siz kelgusida chiroyli kasb egasi bo'lishingizda, shu jamiyatda o'z o'rningizni topishingizda va kelgusida sizdan butun fuqarolarimiz hamisha minnatdor bo'lishda, tez tibbiy yordamda hamisha chaqqon Validdin Sino bobomiz aytganidek qo'lingiz mayin, demak hamshirada bo'lish kerak bo'lgan sher yurakli, ko'zning o'tkirligi, yurakning baquvvatligi, demak burgutni ko'zidek ko'zga ega bo'lishlaringiz va umuman aytganda siz kelgusida har bir insonni o'z qarindoshingizdek, o'zingizga yaqin insondek e'tibor bilan amaliy yordam ko'rsatishdan hech qachon qochmaysizlar deb o'ylaymanki, bu dargoh sizlar uchun juda muqaddas bo'lib qoladi va bu dargohda olgan bilimlaringiz bugun namoyon bo'lar ekan. Mana ustozlaringiz tomonidan bugun sizni sinovdan o'tkazamiz. Bu borada sizlarga hamisha sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, kelgusi faoliyatingizda o'qish va ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Hurmatli litsey rahbarlari, bor ekan. Men shu minbardan turib shuni aytmoqchiman. Men Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali mikrobiologiya virusologiya ilmiy kafedrasi mudiri, dotsent Samandarov Ana Sultonova. Bizlar bu dargohga ko'p yillar bo'ldi. Men shu bitiruvchi imtihonlar ham nazariy ham amaliy qismida qatnashamiz. Men bugun sizlarga ikkidan niyatim bor. Birinchi tilagim, mana shu yer kelgan vaqtimda hayotimizdagi ta'lim sohasida qatnashman. İkinci tilagim Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch hujjat topshiriqlar shu niyat bilan yaxshi nimalarni topshirib, Xudo xohlasa Alloh omadingizni bersa, grant asosida o'qishga kelsangizda, men talabam bo'lsangizda 6 yil davomida shunaqa o'qitamiz. Kelgusida oliy toifali o'zingiz xohlagan kasb egasi bo'lishga tilakdoshman. Yine 26 Şubat 20'den tayyorlangan. Savolar, muolajaning uyida yozasiz. Keyin tushuntiramiz. Amen. Yo'nalishda 3-chi kurs 1-chi guruh talabasi keyin chipta raqamlaringizni yozasizlar. Bilasizlar, 3 savollar javob yozasizlar, keyin to'ldirasizlar. Endi bunda ikkinchi qog'ozimiz bu sizlarning baholashlarimiz. Ball qo'yamiz. Har bir aytgan muolajalaringizga to'g'ri bajardingizlarmi, bajarish tartibi ketma-ketlikda bordimi, to'liq bajardingizlarmi, bizlar yana har qaysisini 5 yo'nalish bo'yicha ball qo'yamiz bizlar.
bajarishimizdan oldin homilador ayolga muolaja maqsadini tushuntirib o'tamiz. Keyin esa homilador ayol qulay vaziyatga o'tkazgan holatda oldin muolajani bajarishimizdan oldin qo'llar yuviladi, quritiladi, keyin esa perchatka qo'llarga kiyiladi. Muolajani bajarishimizdan oldin qo'l yuvish texnikasini ko'rsatib o'tishim kerak. Qo'l yuvish texnikasida oqar suv 5 Soğulayatırmısınız, kırklayatırmısınız? Yo'q, suyuq sovunda yuvilyapti oqar suvda. Birinchisiingizda qanday nalaringizni eshitdingizmi? Ichilgan holatda hamma narsa Normal holatda. normal holatda, iliq Shuni holatda aytdim, sizni ajablanishingizdan. Qo'lingizni oqar suvga tutdingiz. oqar suvga tutib, oqizdik, keyin suyuq sovun soldik, qo'llarimizni kafni o'rtasi qismiga solamiz. Keyingi bosqichda shakar. Keyingi bosqichda qo'llarimiz bir-biriga ishqalanadi, har bir qilgan kaftda ishqalanadi, har bir harakatimiz 5 martada amalga oshadi. 1, 2, 3, 4, 5. Keyin qo'llarimiz yuzaq qismi 1, 2, 3, 4, 5. Har bitta qo'limiz shu holatda 5 martadan muolaja 92. Qin sohasidan keyin oldin kimlik sohasiga, keyin bu yerda boshlagan aniqlanadi. Keyingi muolajamiz tozalovchi hukmni o'tkazish muolajasini bajarish. Tozalovchi hukmni o'tkazishda ham birinchi navbatda bemorga muolaja maqsadi tushuntiriladi, kerakli anjomlar tayyorlanib olinadi. Bizlarga kerakli bo'luvchi anjomlarimiz holatda sirtma surtib olamiz.